olim va obidlardan bo'lgan Abu Aqil hikoya qiladi. Hajga bordi. Boy badavlat odam emas edim, ammo borib kelishlikka nafaqam bor edi. Hajda yurar ekanman, qizil ipga baylangan bir top marvaratni topib oldim. Juda ham qimmatbaho. Agar shuni o'ziniki qilib olsa, boy badavlat olib ketishi aniq. Ammo egasini qidirdim. Hajda qidirdim, topmadim. Axiri falon joyda bir oqsoqol, bir qariya marvaratimni yo'qotib qo'ydim deb istab yuribdi deb menga aytishdi. O'sha oqsoqolni topib bordim, so'radim. Nimangizni yo'qotdingiz? Marvaratimni yo'qotdim. Qanaqa edi sifati? Falon. Mana marvaratingiz dedi. Oldi ketdi. Bu kishi aytadi, o'zim yurtimga ketishlikdan avval Baytul Maqdisni ziyoratiga bordim. Undan qaytib vatanimga ketishlikdan avval Shomga kirdim, Halabdagi bir masjidga xufton namozini o'qigani kirdim. Tun sovuq, tashqariga chiqib yotadigan joyim yo'q, yana pulim ham yo'q, masjidda tunashga qaror qildim. Tong otgach odamlar masjidga kelishib, meni ahli ilm ekanligimni ko'rib tushunishib, bomdod namoziga imomlik qilib berishimni so'rashdi. O'qib berdim. Qavm masjidimizning imomi vafot etgan yaqinda. Shu odamni o'rniga imomlik qilib bermaysizmi dedim. Abu Aqil aytadi, boradigan joyim yo'q, pulim ham yo'q, uyim ham yo'q. Rozi bo'ldim. Bir necha kun ularga imomlik qildim. Qavm ana shu kunlar asnosida avvalgi imomimiz o'zidan keyin bir qizi yolg'iz qolgan, o'zini uyida turadi. Faqir ham emas, agar ma'qul kelsa, o'sha qizga uylanib, bizga imomlik qilsangiz. Yana boradigan joyi yo'q, puli yo'q, uyi yo'q. Rozi bo'ldim. U qizga uylandim va uni uyda yashashni boshladim. Kunlarning birida ayolimning qo'lida haligi marvaratni ko'rib qoldim. Bu qayerdan keldi sizga deb so'radim. Bu meni marvaratim dedi. Men hajda bo'lgan ishni aytib berdim. Bir qariyani topib, qo'liga shu narsasini bergan edim. Ayolim so'zimni eshitib turib, ana shu qariya meni otam edi. Mana bu siz imom bo'lib turgan masjidning imomi edi. Otam duo qilar edi. Siz ana shu qilgan ishingizni eslab, gapirib turib, omonatdor yigitga duch keldim deb duo qilar edi. Parvardigor, qizimni menga marvaratni qaytarib bergan ana u kishiga o'xshagan omonatdor insonga nikohlagin deb. Otam qayoqdan bilsin, duosini Alloh ijobat qilganligini dedi. Omonatdor odam guvoh bo'lmasa ham, yozilmagan bo'lsa ham, isbot dalil bo'lmasa ham omonatni ado qiladi. Yana odamlar bor, baqirib turib inkor qiladi. Ko'z yuzga go'layib turib, omadim deydi. Yolg'onni gapirib turaveradi. Hech kim ko'rmayapti. Hech kim bilmayapti. Kassaga qancha pul tushganini. Necha pul kelganligini sizdan boshqa hech kim bilmaydi. Hech kim ko'rmayapti. Omonatdor odam Allohdan qo'rqadi. Allohdan qo'rqadi. Alloh taolo marhamat qiladi. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibali fa'bayna yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Albatta biz bu omonatni, ya'ni shariat islomiyadagi ibodatlarni osmonlarga, yerga va tog' va toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va qo'rqdilar. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Dar haqiqat u o'ziga zulm qiluvchi va nodon edi. Omonatdor odam, xiyonatkor odam. Bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi. Birodarlar, omonat nima edi? Alloh bizga arz qilgan. Allohning farzlari, taklifotlari. Agar bu omonatni yelkamizga qabul qilib olib turib ado qilmasak, albatta jazolanamiz. Chunki bu omonat og'irligi uchun osmonlar, yer, koinot uni ko'tarishdan bosh tortdi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni omonatdor bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.